Salom aziz kuzatuvchilar. O'zbekcha chiroyli ismlar. Bu baraka, baxt, omad va ezgulikni o'zida jamlagan bebaho merosdir. Har bir ism farzand hayotiga nur, poklik va boylikdek totli duoni olib kiradi. Quloqqa yoqimli, ma'nosi chuqur bo'lgan ismlar oilaga fayz, kelajakka esa yorug'lik baxsh etadi. Otabek ismining ma'nosi hurmatli, ulug' degan ma'noni bildiradi. Sarvar esa yetakchi, boshliq, jasur, qo'rqmas mard. Azizbek ismining ma'nosi esa qadrli aziz. Dilorom ko'ngilni quvontiruvchi, muhayyo, nurli, chiroyli, nigora, ko'z qorachig'iday aziz. Zarina oltindek qimmat, shodiyor, baxtli, quvonchli. Nodira ismining ma'nosi esa noyob, qimmatli degan ma'nolarni anglatadi. Yakunda aytish joizki, Abdurahmon, Abdumalik, Abdulloh, Amina, Asiya va Maryam kabi islomiy go'zal ismlar farzand hayotiga nur, baraka va ezgulik olib kiradigan eng ma'noli tanlovdir. Bu ismlar qalbga iliqlik, oilaga fayz, kelajakka esa yorug'lik baxsh etadi.